Implanon spiral qo'ydik, juda ham savollar ko'p. Og'riydimi, og'rimaydimi? Nima uchun qo'yapsiz? Ayting, singlim. Spiral yoqmagani uchun qo'yolman. Hech qanaqa og'riq bilinmadi, men qo'rqib keldim. Videoda ko'rdingiz xuddi. Qo'rqinchli ko'rinadi, yo'q, og'riq sezmadingiz. Hech narsa sezilmadi. Chunki og'riq qoldiruvchi narsa ham qilganmiz-da. Xullas qarang, implanon spiral qachon qo'yiladi? Spiral yoqmasa, bachadon tuzilishida o'zgarish bo'lsa, qayta operatsiyalar bo'lsa, spiral qo'yishda imkoni bo'lmasa, yoki ayol xohishiga qarab ham qo'yiladi. Hayz boshidan 5 kun ichiga, abortdan keyin qo'yish mumkin. Xullas xohlagan yoshdagi, fertil yoshdagi, tug'ish yoshidagi ayollarga nima bo'lishi mumkin spiral qo'yganda? Hayz orada kelib turishi mumkin. 3 oydan 6 oygacha orada hayz kelib turishi mumkin. Surkalma bo'lishi mumkin yoki umuman hayz kelmasligi mumkin. Xullas yoki qon ketib qolishi mumkin. Mana shu, lekin hali qon ketishlar bo'lmadi. Surkalmalar bor lekin patsientlarim orasida xullas shunaqa побочный ta'sirlar ham bo'lishi mumkin. Kimlarga mumkin emas? Pastda описаниеda yozib qoldirdim. Oliy toifali akusher ginekolog, reproduktolog xirurg Qobulova Gulbahor Pirimkolovna, Allohim yoqsin spiralingiz. Shu rahmat kelganingiz uchun.